O'zbekistonda mashinasi borlar shu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Video ostiga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va so'nggi xabar va ma'lumotlarni o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin. Endi siz O'zbekistonda mini inspektorlar mobil ilovasi ishga tushirilyapti. 2026-yilda 1-noyabrga ishlab chiqarilishi va ommalashtirilgan ushbu ilova orqali fuqarolar mahalliy profilaktika inspektorlari bilan onlayn muloqot qilishlari, foto, audio, video va tashxis xabarlarini yuborishi, shuningdek, ularning faoliyatiga baho berishi mumkin bo'ladi. Germaniya vaziyati og'ir mahalliy hokim prokuror va IB rahbari biriktirilgan 3 yildan buyon qizil toifa qilayotgan mahalliy bilan huquq-tartibot idoralari, ta'lim, ilmiy tashkilotlar shug'ullanishi mumkin. Va albatta jarimaga tushmasligiga harakat qilamiz, chunki muloqot va har bir jarima o'zingizni ziyoningizga ishlash tavsiya qiladi. Albatta jarimaga tushmaslik uchun yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilib yurishingiz tavsiya etiladi. Hozirgi kunda jarima narxlari ham 2026-yilda ozgina ko'tarilgan. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar, so'nggi xabar va yangiliklarni o'tkazmasdan kuzatib borishingiz mumkin.